Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet 26 fevral Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk vaziyeti üsteden müstakil ve etraflık bahalaş ilip beriş lazımlığını bildirgen. Bachelet'nin bildirişçe, onun işxanası Bachelet'nin Xitayni ziyaret kılışı için ortak bir ölçem tepiş için sözleşmektiken. Michel Bachelet'nin işxanası o ve bu vazifege olturgan 2018 yıldan burunla Xitay bilen Kişilik Hukuk Ali Komissarının Uyghur elini ziyaret kılışqa orlaştırışını sözleşip kelgen. Biroq Xitay oldingi shart qo'yib turib olg'achqa, uning rayonda ziyoratda bo'lishi hozirga qadar amalga oshmagan edi. Michel Bachelet Uyghur elida mustaqil va atrofliq tekshirish elib berish talabini Amerika, Kanada va Gollandiya Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishining orqadan o'tirg'a qo'ygan. Birleşme Agentligining xabar qilishicha, Bacheletning bayonotchisi Ravina Xitoy bilan Bacheletning ziyaratiga yo'l ochadigan tayyorlik tusidagi texnikalik ziyorat to'g'risida davomli so'zlashayotganligi, biroq bu xil tayyorlik ziyaratining haqiqiy tekshirish elib berishga kafolatli qilishi kerakligini bildirgan. Belgiya Uyghur Cemiyeti'nin a'zolari ve Türk amaviy tashkilotlarining vakillari Belgiyaning poytaxti Biryo'sildagi Xitoy bosh elchixonasi oldida yig'ilib, Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi va Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi namoyish o'tkazdi. Taxminan 100 kishi Uyg'urlarga erkinlik, irqiy qirg'inchilikni to'xtat va jazo lagerlari taqolsin degan shiorlarni tovladi. Fəaliyyətdə fransuzca, ingiliscə və gollandiyaca sözlənən nutqlarda təxminən 3 milyon Uyğurның Xitay tərəfindən cəza lagerlərə solandığanlığı və Xitayның bu paketlərini xalqara cəmiyyətdən yoşuruşqa uğrunuyatqanlığı, Xitayның zulmünün irqi qırğınçılıqqa aylanğanlığı bildirildi. Türkiye Büyük Birlik Partiyasının reisi Mustafa Dəstىجى Şarkı Türkistandaki zulümler hakkında toxtalib, Xitay Şarkı Türkistanda işğal, zulüm, qatliam ve irqi qırğınçılıqqa davamlaştırıyotgan bir paytda qanday qilimiz, Xitay bilan urush qilamdiq emasa degan to'g'ri yurakliklarga yoki sotqunlarga qancha qitimlab bergan zۆrۈر bolsa urush qilimiz degan javobimizga ma'lum yerlardan kelgan inkoslar bizni to'xtatib qo'ya olmaydi. Hammalar sukut qilsa-mu biz sukut qilmaymiz deganlarni qayd qildi. Mustafa Dəstىجى 25 fevral Fox televiziya kanalida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlari haqida qayta to'xtaldi. Xitoy bilan bo'lgan tangsiz savdo haqida to'xtalgan Dəstىجى, bizning Xitoy bilan bo'lgan tashqi savdomiz 25 milliard dollar. Buning 23 milliard dollariga Xitoydan mal olamiz. Faqat 2 milliard dollarlik mal sotamiz. Ya'ni amaliyotda biz ziyon tortyapmiz. Tashqi savdo qizil raqamining 40% bizning Xitoy bilan bo'lgan savdomizdan kelgan deganlarni bildirdi. Bazıları diyor ki işte Çin'e savaş mı açacağız? Ya gerekirse açarsın. Yani bizim dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok. Yaqinqi 10 yilda Xitoyda 10 milliard tonna neft ve 6 trilyon 85 milliard kubmetr tabiiy gaz zapsi bayqalgan. Xitoy Davlatlik Boylik Ministerligi davlatning g'arbiy rayonlari va okeanlarda keng ko'lamlik neft va tabiiy gaz zapsi chorlashning davom qilayotganligini e'lon qilgan. Bayonotga qaraganda 10 yilda bu davlatning necha 100 million tonna neft zapsi bor, 17 neftlik, milliard kubmetr tabiiy gaz zapsi bor, 21 gazliq tepilgan. Jami 10 milliard 100 million tonna neft ve 6 trilyon 85 milliard kubmetr tabiiy gaz zapsi bayqalgan. Xitoyning neft ve tabiiy gaz zapsining ko'p qismini Sharqi Turkistondagi neftliklar tashkil qiladi. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Cumhuriyetçiler Partiyasini bir yerga jam qiladigan eng muhim faoliyatlarning biri bo'lgan va bu yil Floridada o'tkazilgan 2021 yillik konservativlar siyosiy harakat yig'iniga qatnashganda Joe Biden hukumatini tanqid qildi. Iran bilan yadro kelishimidan ayrilgan va eng yuqori besim siyosatini yo'lga qo'ygan Donald Trumpning tashqi ishlar ministri Pompeo Biden hukumatining yadro kelishimiga qaytish orzusining intayin xato ekanligini o'tirib qo'ydi. Pompeo mundaq dedi: Biden hukumati Ironni yana qo'shal qilish yo'lida manganda qiladi. Bu Amerika va rayon uchun ofat bo'ladi.